Allohni ko'p zikr qiluvchi erkaklar va Allohni ko'p zikr qiluvchi ayollar uchun Alloh mag'firat va ulug' mukofot, jannat tayyorlab qo'ygan. Necha pul ketadi zikr qilishing uchun? Qancha vaqt ketadi zikr qilishing uchun? Prosta esdan chiqarmang. Qiyomat qachon qoyim bo'ladi? Yer yuzida Alloh taoloning zikrini qiladigan odam qolmaganda, odam bolasi uchun yer yuzi harom bo'ladi. Shunda Alloh taolo amr qiladi, qiyomat qoyim boshlanadi. Rasululloh aytdilar: "Qala la yazalu lisanuka ratban bi zikrillah." Tiling Allohning zikrida to'xtamasin. Tiling Allohning zikri bilan namlanib tursin. Ular iymon keltirgan, qalblari Allohni zikr qilish, eslash bilan orom oladigan kimsalardir. Ogoh bo'lingiz kim? Allohni zikr qilish bilan qalblar orom oladi. Zikr Alloh subhanahu va taoloning roziligi. Alloh subhanahu va taolo siz bilan bizni o'zi yaxshi ko'rgan zokir bandalardan qilishini so'raymiz.